Hozir biz O'zbekistondagi eng mashhur va qadimiy shaharlardan biri ochiq osmon ostidagi muzey deya ta'riflanadigan Xivaga tashrif buyurdik. Xorazmni joyi, o'yini bu paka-pak. Xorazmni joyi, o'yini bu paka-pak. Qizg'iradi bayrami, o'yini bu paka-pak. Xorazm viloyati deganda ko'pchilikning ko'z o'ngiga Lazgi qo'shig'i, Xiva shahri va mana bunday ajoyib cho'girmalari ko'z oldiga keladi. Bugungi lavhamizda ana shu cho'girmalar haqida sizlarga qiziqarli ma'lumotlarni taqdim etamiz. Cho'girma shunday bosh kiyimki, uni Xorazmda har bitta inson aziz sanaydi, chunki cho'girma insonning boshini yozda salqin, qishda issiq saqlaydi. Bilasiz, milliard odamlarning cho'girmasiga qarab, ularni qanday mansabga mansub ekanligini bilib olish mumkin bo'lgan. Misol uchun aholining ko'pchilik qismi asosan qo'ng'ir, qora va sheroziy rangdagi cho'girmalarni kiyishgan. Barcha cho'girmalar tug'ilganiga 4 oy, 5 oy bo'lgan qo'ylarning jumlaridan tayyorlanadi. Va mana shu bitta cho'girmani tayyor qilish uchun ustalar kami 10 kun vaqt mobaynida mana shu bitta cho'girmani tayyorlab, mana shu tayyor holatga olib kelishadi. Cho'girmaning ichki tomoniga esa paxta bilan qo'yib, uning ustiga mana ko'rib turganingizdek mana bunaqangi nimalardan astarlardan tikib chiqishadi. Va yana shuni ham aytish kerakki, Xorazmga mehmon sanalgan savdogarlar yoki bo'lmasa boshqa bir mehmon boshqa yurtdan tashrif buyurgan insonlar Xorazmga kelishsa mana bunaqangi oq cho'girmalarni kiyishgan ekan. Chunki bu o'sha insonlarni haqiqatan ham Xorazmga mehmon ekanliklarini bildirib turish uchun. Lekin men Xorazmga mehmon emasman, men Xorazmda tug'ilib o'sganman. O'shaning uchun ham mana bunaqangi ajoyib cho'girmalarni kiyib, bugun Xiva shahri bo'ylab sayohat qilmoqchiman.